Hop, hamma salom bo'ldi, sizlar bilan men Diyor. Bugungi videomizda qanaqa Wi-Fi parolni bilishni o'rganamiz. Uning uchun hozir Windows R bosasizlar, shunaqa chiqib keladi. Mana bu короче, mana upgrade, keyin mana cmd deb yozasizlar, yozganingizdan keyin enter bosasizlar, bosganingizdan keyin hop, mana mana shu enter bosasizlar. Hop, bosganingizdan keyin shunaqa mana все профили пользователей chiqib keladi. Tanlaysizlar. Hop, men misol uchun yana qaytadan misol uchun mana shu yerda tanladim. Mana shu Wi-Fi. Hop, keyin mana shunday qilib enter bossanglar, mana содержимое ключа chiqasi bu yerda ko'rdinglar. Qolsin 1-2-3 parol degan. Kimga kerak bo'lsa olib qo'yasizlar. Hop, yana bitta sizlarga zo'r komanda o'rgataman. Buni ham saqlanib qilib qo'yinglar. O'rtog'inglarni mana shu ikkita kodlar bilan qoyil qoldirish uchun buni yo notebook yo kompyuterga qila olasizlar. Bo'lsa, hop, sizlar bilan men Diyor videom. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, agar videomiz zo'r chiqqan bo'lsa va qiziqarli, sizlarga kerakli bo'lsa, like, подписка bosib qo'yinglar. Hammaga